Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Hurmatli obunachilar, bir obunachimiz tomonidan o'tgan safar ko'rgan bo'lsanglar, 1,5 millionga yaqin zarar ko'rgandik. Shopirdan jo'jani berib yuborganimizda shopir jo'jani o'ldirib qo'ygandi hisobiga. Shu jo'jani boshqa shopirdan bergandik. Shu jo'jani hozir uyiga kecha kuni yetkazib berib, chiroyli qilib yetkazib berganmiz. U obunachimiz qandaydir pidaras xoramdan bo'lgan, kayfchilikda bo'lgan odam shekilli, samarqandlik o'nda bor aka-ukalarimizdan so'rab qolamiz. Erkak kishiman deb yurgan mard erkaklardan so'rab qolaman. Shu akamizni nomerini qo'yib ketaman. Aka degani orqalan unaqa haromini. Pulimiz qolib ketganda ertalab 9 ga tashlab beraman dedi. 9 ga ham tashlab bermadi. Hozir telefon qilsak, jo'jalaring bitta qo'ymay o'lib ketdi, jo'jinab ketdi, suden deb so'kinyapti. Boshqa qilyapti. Mana video davomida o'zimiz nomerdan qo'yib ketyapmiz. Ko'ryapsizlar, mana o'lik jo'jani misol o'zimiz javob berib, o'zimiz mana shu 1,5 million so'mga kuyganmiz. Lekin bu iplos haromiga erkak kishiman deb yurgan lavzli dalbayobga jo'jani chiqarmagandik. Hamma zararni o'zimiz qopladik. Lekin mana kecha kuni shopirimiz olib berdi, chiroyli qilib yetkazib berdi. Bitta ham o'ldirmasdan olib bordi. 4tasini kichkina degdi, 4tasini kechib yubordim. To'liq dorilar, vaksinalar, hamma narsasi bo'lgan jo'ja jo'natgandim, lekin hozir aytayapti, sen jo'jalarni o'lib yotibdi, kerak bo'lsa olib ket deyapti. Men Samarqandga misol 2 million, 3 million uchun bormayman ham. Unaqa lavzi yo'q insonning oldiga borishni ham keragi yo'q. Chunki xotin-kalash xotinini tursigan kiyib oladiganlar, shunaqa dalbayoblar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, pastda nomerini qoldiraman. Nomeri videoni birinchi bosh sahifasida bo'ladi.